Yaxshi. Biroz so'ngroqqa va chaproqqa bo'ldi, mayli. Telefonimga qanaqadir xabar kelib qoldi. Xabarni ochib qaraychi. Obbo, buyurtmalar yetib kelibdi. Juda ham yaxshi bo'libdi hozir. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi video roligimdasizlar. Albatta, videoni oxirigacha kuzatinglar. Chunki men bir ikkita narsalarni buyurtma qilgandim va buyurtmalarim yetib kelibdi. Hozir o'sha buyurtmalarni olib kelaman va pulini yetkazib beruvchiga berib kelishim kerak. Menimcha hammasi aytganimdek yetkazib berilgan bo'lsa kerak, lekin uyimni yonigacha olib kelishlari kerak-ku. Bu yerda hech qanaqangi zakaz yo'q, nahotki. Hozir qarang. Obbo, quduqning yoniga zakaz qilgan ekanman. Mayli, hozir quduqning yonidan olib kelaman. Mana shu yerda bo'lsa kerak. Lekin yetkazib beruvchi biroz adashganga o'xshaydi. Mana bu yerda Jo'xa deb yozilgan ekan. Qani yetkazib beradigan? Mana bu yerda ekan. Hoy Jetel, nimaga meni uyimni oldiga olib kelib bermading axir? Kechirasiz, bizga shunaqa ma'lumot berilgan. Yaramas. Senga pullarni o'zi bermasligim kerak, kam pul berishim kerak. Nimaga unaqa demoqchisiz? Sen menga yetarlicha joyga, ya'ni uyimning oldiga olib kelib bermagansan. Hoy galim, menga sakrama, baribir menga kuching yetmaydi. Yaxshi, mayli. Hozir bu yerda narsalarim bor edi, ya'ni do'kon qurish uchun zakaz qilgandim narsalarni. Do'kondan endi soqqa qilishim kerak. Qishloqning ichida g'irt bekor o'tiribman baribir, o'shanga nimadir bilan shug'ullanishim kerak. Bu yerda ham yana bir ikkita narsalar bor. Galim, men senga nima dedim? Borzoda o'ynash, baribir menga kuching yetmaydi san axir. Yaxshi, mayli, hozir bu narsalarni tashlab kelaman, chunki inventarimda o'sha joy qolmadi. Keyin qaytib kelib turib yana qolgan narsalarni olib borsam ham bo'ladi. Mana bu yerda garajda bo'sh joy bor. Mana shu yerga yashikni qoldiraman va ichiga hamma narsalarni solib qo'yaman. Do'konni bilmadim, hali qayerdan qurishni o'ylab ko'rganimcha yo'q, lekin qayerdandir cho'tki qilib qurishim kerak, chiroyli qilib. Xo'p, bo'ldi. Ana endi borib ikkinchi yashikdagi narsalarni ham olib kelaman. Xo'p. Tak, qochib tur. Lekin men sendan xafa bo'ldim, qara. Ustingdan jalba qilaman uyimgacha yetkazib bermaganing uchun. Bu meni aybim emas, menga ko'rsatilgan joyga olib kelganman. Mayli-da. Nima bular bunaqa har doim shunaqa qilishadi. Bu yerda bitta do'kon bor. Bu men uchun raqobatchi bo'ladi-yu, lekin iloj yo'q. Bitta do'kon yetmaydi. Qishloqimizda ikkita uchta do'kon bo'lishi kerak. Menimcha mana shu garajimni buzib tashlab o'rniga qaytadan chiroyli qilib do'kon qurganim ma'qul deb o'ylab qoldim. Chunki do'kon kerak menga, garaj kerak emas. Hozir bu yerni buzib tashlayman narsalarni. Bu yerdan asbob uskunalarimni olsam, normali mana bu toshlarni, hamma bloklarni xullas bu yerdan yo'q qilib chiqaman. Birinchi o'rinda mana bu yerda darvoza bor. Darvozani qayerdan sindirsam bo'ladi? Menimcha, tak mana bu yerdan avval qaytarib turib keyin sindirish kerak shekilli. Yo'q, bo'ldi, mana sindirib bo'ldim. Mana bu bizga kerak emas, ya'ni menga kerak emas, lekin balki kerak bo'lib qolar, kerak bo'lsa olinglar, mayli, bemalol. Stop. Mana bu yerdagi narsalar qayoqqa yo'q bo'lib qoldi, tushunmadim. Hozir ichkarida turgandi-ku. Yo'q. Qanaqasiga qayoqqa yo'q bo'lib qoldi, tushunmayapman. Balki adash mana bu yashikni ichiga solib qo'ygandirmi? Yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin? Hozir. Tak, hozir topaman. Bu yerdan bloklarni oldim biratan. Bo'pti. Mayli. Tak, menga bloklar kerak, lekin bu yerdagi narsalar qayoqqa yo'q bo'lib qolganini tushunmadim. Mayli, hozir topilib qolar. Bu yerdan do'konni eshigi bitta blokdan iborat bo'ladimi? Menga bitta eshik olib kelib berishgan ekan. Mayli, bitta blokdan iborat qilamiz. Va juda ham chiroyli chiqdi menimcha. Endi mana bu narsalarni qo'yib chiqaman. Ya'ni buni nomini bilmayman, zontik deb ataymiz buni. Ya'ni soyabon. Mana shu yerdan qo'yib boshlasam juda ham chiroyli chiqyapti. Uyimning yonida do'kon. Bu juda ham ajoyib. Menda mashina yo'q, shuning uchun garajimning yonidan do'kon qurdim. Xo'p, lekin biroz kichkina bu garaj, ya'ni menga yetarlicha hamma narsam sig'maydi bu yerda. Xo'p, bo'ldi. Tak, mana bu narsani ham qo'yib yuborish kerak qayergadir. Bu nima uchun kerak bilmadim. Mana bu stulchi. Namuncha g'alati narsalar olib kelishgan, mayli bu yerni. Xo'p, mana shunaqa qilaman. Normali. Qolgan narsalarni esa shu yerga joylashtirib chiqaman hozir. Menga mana bu stul neza ishto kerak emas. Chunki hozir menga ortiqcha. Mana bu yerda musurxona juda ham ajoyib. Как раз o'zi menda musurxona yo'q edi. Musurxonam bo'lgani juda ham yaxshi bo'ldi. Mana bu zashtnik bloklar, ya'ni beton ustunlar qayerlarga qo'yib tashlasam ham bo'laveradi, farqi yo'q.
yo'lni ustiga qo'yib qo'yganim sababi bu yerda qurilish ishlari ketayotganini bilinib turishi kerak. Hamma bilish kerak. Jo'xa do'kon quryapti ekan, yo deb yuborish kerak hamma. Mana bu yerni shunchaki parkovka uchun bo'lib qo'yaman. Menga bu narsani keragi yo'q, chunki xo'p, buni esa mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Juda ham takoy ko'rinishga yetib keldi. Mana bu ochilib yopiladigan narsa, demak, buni olib tashlasak, keyin ochiladi, ya'ni yopiladi. Xullas, yopilib ochiladi, qarochi, gapni qisqasi. Buni bu yerga olib qo'yamiz. Juda ham ajoyib, juda ham go'zal, juda ham takoyloq bo'ldi. Hozir bu yerdagi qurilishlarni tezlashtirishim kerak. Normali ichkariga narsalar hozir kiritib qo'yib chiqqanman. Xo'sh, birinchi telefondan ana narsalardan qaytadan zakaz qilishim kerak, chunki okey, xo'p, mana endi bu yerdan bir ikkita mana bu yerdagi bloklarni nimagadir olib tashlabman ekan, joyiga qaytarib qo'yishim kerak. Xo'p, hozir mana bu yerda qani edi? Qarochi obunachilar, hozir kuzatib turinglar, cho'tki do'kon quraman. Xo'p, mana bo'ldi, yetib kelibdi, ya'ni qaytadan zakaz qilganim olib kelib berishibdi. Hozir bu narsalarni do'konning ichkari qismiga joylashtirib chiqaman, lekin menga bir ikkita daraxtlar kerak edi va daraxtlarni olib kelyapman. Xo'p, daraxtlarni qanaqasiga joylashtirsam bo'ladi? Bu yerdan joylashtirib boraymi? Yo'q. Hozir mana shu yerdagi bloklarni o'rniga qo'ysam va bu tomonga mana bu blokni o'rniga qo'yaman. Va tak, qayerga to'g'ri keladi endi? Hozir tak sanab chiqish kerak. Birinchi mana bu yerni ochamiz. Chunki do'konning ichi juda ham kichkina bo'lib qolyapti. Orqa eshik qo'yaman bu yerda. Xo'p, takoy, вообще takoy. Menga belkurak kerak yerni qazish uchun. Hatto kirka bilan yerni qazib bo'lmaydi, to'g'rimi? Mana bu yerdagi shag'allarni ham qazib tashladim. Mana bu yerda ortib qolgan soyabonlarni uyim tomonga o'tkazib yubormadim. Shunchaki do'konni ikki qator qilib chiqdim, ya'ni qo'shimcha do'kon qurib chiqdim. Bu yerda bemalol zo'r hamma narsalarni sotib olsa bo'ladi. Buni ichini hozir yer bloklarini olib tashlayman, keyin esa olib tashlagandan so'ng tayini toshli yoki toshli emas, mana olib kelgan beton bor-ku, o'sha betonni qilib chiqaman. Keyin menimcha hammasi normalli bo'lib qoladi. Xo'p, tak. Juda ham ko'p bloklar bor. Bu yerda hammasini yig'ishtirib chiqqancha men juda ham charchab ketyapman. Xo'p, mana bloklarni yig'ishtirdim, lekin bu yerda qanaqadir shaxtami nimadir bor ekan, bu yerni yopib yuborish kerak. Agar shuni ham yopmasam, menga ortiqcha problema bo'ladi. Agar binoning ichki qismi ko'chib tushadigan bo'lsa, juda rasvo holat bo'ladi keyin. Okey, yaxshi. Bu yerlarni hozir to'g'rilab chiqdim va juda ham ajoyib, nima demoqchi bo'ldim, tilim aylanmay qoldi. Xo'p, bu yerdan orqa tomonni taxtali bloklar bilan devor hosil qilib yopib chiqaman. Bo'ldi. Endi buni esa bu yerdan olib tashlayman. Juda ham ajoyib. Bu yerga ikkita lampa va bularni yoqamiz. Juda ham go'zal. O'ta go'zal bo'ldi. Mana bu yerga 4 ta va qolgan ikkitasini bu yerga qo'yamiz. Qolgan yana nechtadir qoldi-yu menda. Mayli, qolgan turaversin. Bir stak zakaz qilganmanmi? Namuncha ko'p. Xo'p, bo'ldi. Hammasi yonib turibdi. Xonaning ichi juda ham yorqin va ajoyib. Bu yerga bitta, bu yerga bitta. Bitta do'konda tak yaxshi narsalar bo'ladi, ya'ni bittasida oziq-ovqatni qo'ysam, bittasiga boshqa narsalar qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi. Xo'p, yana bitta musorxona bor. Ya'ni o'zi bitta musorxona bor edi, lekin joyini o'zgartirdim-ku. Mana shu yerga menimcha juda ham chiroyli turdi. To'g'rimi? Kommentariy yozinglar, chiqqan to'g'ri bo'lsa agar. Bu yerga narsalarni qolganlarni ham joylashtirib chiqsam bo'ladi, lekin mana bu yerni yopib qo'yaman, chunki uyimga hamma ham kirib kelishi mumkin emas. Bu axir meni shaxsiy uyim. Mana bu narsalarni hozir bu yerdan olib qo'yganman. Telefonim ham hattoki kerak emas, chunki hozir do'konning ichidagi narsalarni hammasini joylashtirib chiqishim kerak. Juda ham ko'p mahsulotlar olib kelishgan, sig'sinda nima bo'lsa ham, agar sig'maydigan bo'lsa, dabdala bor-u, dabdaladan ham battar bo'lib ketishi mumkin. Tak, bularni birinchi asosiy inventarga olsam, bir chekkasidan qo'yishni boshlayman. Bu baliqmi, nima edi bu? Ha, baliq ekan. Endi bu yerdan meva va sabzavotlarni qo'yib chiqaman, lekin aralashtirib yubormasligim kerak. Mayli, aralashsam ham nayloj joyini kamligini hisobga olish kerak. Xo'p, bu va hammasi tayyor. Bu yerdan ikkinchi qator qilib qo'ysam ham bo'laveradi aytgancha. To'g'ri o'ylabman. Bu yerni olib tashlab buni amanaka takoy. Ikkita baliq bir joyga bo'lganda juda ham chiroyli bo'lardi. 3 ta baliq, har xil baliqlar, qisqichbaqalar, hattoki yana bitta qisqichbaqa bor ekan. Buni ham sherga qo'yamiz. Bu yerga esa mana bu sabzavot va mevalarni qo'yamiz. Bu yerda bitta ochiq joy qolib ketibdi. Mana va mana, как раз shu yerga yetadigancha ekan o'zi.
Menimcha yetmasa kerak joy deb o'ylagandim. No, joy 0 ekan. Ya'ni shu yerga bemalol hammasi sig'ar ekan. Bu mevalarni esa mana bu yerdan mana shunaqasiga qo'yib chiqaman. Bitta qoldi. Bittani mana shu yerga tushsa kerak menimcha. Mana juda ham go'zal, o'ta go'zal. Hamma bemalol kirib xohlagan narsasini olib, mana bu yerga kassani qo'yaman. Hozir kassaga kirib bemalol olsa bo'ladi. Mana bu nima edi bu? Bilmadim nimaligini, qandaydir g'alatiroq narsa ekan. Buni bu yerga qo'ysam, bu qopda guruchmi nimadir bor ekan. Uni shu yoqqa qo'yib qo'yaman. Mana bu narsa aravacha. Yo'q, mana bu nima edi bu? Kiyimmi bu? Qanaqadir. Ha, ishtonlar. Yo'q, g'alati, вообще g'alati. Buni bu yerdan olib tashlaymiz. Bu g'alati rostdan ham. Buni qayerga qo'ysak bo'ladi? Mana shu yerga qo'yib qo'ysam, yo nahotki, yo bo'lmaydi. O'zi buni zakaz qilganim yo'q-ku men. O'zlari qo'shib jo'natishgan shekilli. Buni atrofidan o'tib ham bo'lmayapti. Yo'q. Buni yaxshisi bu yerdan olib tashlash kerakmi yoki mana bu stolni kesish kerakmi? Stolni bu tomondan olib nari tomonga qo'yib qo'yaman. Yo'q, buni olib tashlash kerak. Вообще g'alati holatda qilgan ekanman, to'g'risini aytsam. Mana buni olib turib, buni bu yoqqa qo'ysam, uyimga o'tib qayta olamanmi? Bemalol 2 o'tib qaytar ekanman. Kassani mana bu yerga qo'yamiz, cho'tki qilib. Tak, xo'p, notebook bu yerda turadi. Va kassani apparati bor edi menda. Buni bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Shunda bemalol narxlarni shu yerdan hisoblab sotaversam ham bo'laveradi mana. Juda ham cho'tki. Bu narsani aravachani esa men bu yerga qo'yaman. Shunday kirgan odam keladi-da, aravachani olib turib, ichkariga kirib, bu yoqdan aylanib narsalar olib chiqib ketadi. Mana buni tak, mana bu yerda ochiq joy bor ekan, shu yerga qoldiramiz. O'ta go'zal. Вообще chiroyli chiqdi menimcha. Sizlarning fikringlar qanaqa? Eshikni biroz ko'chiraymikan? Yo'q, eshikni ko'chirishga hojat yo'q. Chunki juda ham normal holatda turibdi yoki o'zgartirish kerakmikan? O'zgartirib tashlayman mayli. Xalaqit bermaslik kerak mana bu ishton turadigan narsalarga. Tak, bu yerda qurollarim obboq mayli tushib ketdi. Hozir bir amallaymiz. Okey. Va bu yerga bitta tosh blok, ustiga esa taxtani qo'yib o'raman. Tak, mana bunaqa qilib yopib yuborsam ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Bitta eshik qo'ysam ham juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Xo'p, bu yerdan kerak emas narsalarni sandiqqa joylashtirib olaman. Sandiq mana shu yerda tursa ham bemalol ochilib yopiladi. O'zi ochilib yopilishini o'ylagandim boshida ham. Hozir o'ylaganimdaqa chiqdi. Okey. Tak, bo'ldi. Bitta stulcha qoldi. Bu stulchani o'zim uchun o'rindiq qilib qo'yganman. Ya'ni mana bu yerga o'tirib turib narsalar hisoblab bemalol hammaga narsalarni sotsam ham bo'ladi. Menimcha hammasi yaxshi chiqdi. Endi nima qilsam bo'ladi endi? Albatta savdo qilaman. Juda ham zo'r. Endi klientlar kelishini kutish kerak. Klientlar kelsa, yaxshilab savdoni qilib, ularga aytgan narsasini topib berib, cho'tki savdo qilaman. Do'konimiz qanaqa do'konimizda? Qishlog'imizda ikkita do'kon bor. Xullas, keyingi videoda ko'rishguncha xayr.